Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, arashan suyuvchi do'stlarimiz. Mana bugun biz Jalolobod oblasti Bozorqo'rg'on shaharchasidamiz. Shaharida to'g'rirog'i. Nurmat akamni qo'ralarda. Assalomu alaykum Nurmat aka. Va alaykum assalom Muhammad, xush kelibsiz bizning qo'rg'onga. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Aka, bu qaysi qo'chqor bo'ladi? Bu Qo'chqor Blandin liniya. Aha. Blandinning balasi Tuman, Tumanning balasi Kelechek. Primoy balasi Kelechek. Kelechkasi Kelechek. Kelajak. Aha. Primoy tuzdan tuz nevarasi. Blandinning nabirasi qo'zi qo'chqorimiz necha oylik? Hozir 10 oylik. 10 oylik, 10 oylik qo'zi qo'chqor hozir. Parametrlarga kelsak, bo'yi 90 plus, qulog'i 23, qulog'i 23. Ko'rib turganday svetli, garbanos, razrezlarini ko'rsatib qo'ying. Quyruq ideal, ko'stivesi mashallah. Kostyaklari moshniy. Svetlarine kelsak, shu brend svetlardan hozirgi kunda. Mashallah, mashallah. Aka, bu tomoshagami aka, yo sotiladimi? Yo'q, bu tomoshaga Muhammad. Hozir biz shu menen Bozorqo'rg'on jamoati imенно buni o'zime deb olgan jo'qman. Buni imенно o'zimizning jamoatda ishlatamiz deb inshaalloh oldik. Bozorqo'rg'onda. Mashallah. Alloh barakasini bersin. Mana obunachilar ko'rib qo'yinglar, baho berib qo'yinglar. Mashallah deb qo'yinglar. Kallalarini yaqinroq ko'rsataman mana. Kalla qismi, garbanosi. Muhammad. Shu великолепный, legendarniy nima Blandinning tuzdan tuz nevarasi. Tumandan ham qo'chqorning balasi. Bu o'zi talash bilan zo'rg'a kelgan bizgacha. Anan jaqshaqchaga kelgan. Biratishga men bayab aytib o'tib ketdim. O'zi 1 yil bo'ldi Arashanni boshlagandan-chi. Srazila Elitamdan boshlayman deb Elitamdan boshladi. Xudo qalasa buni qo'chqorda oldi. Ondan keyin mana bu qo'rg'oda bir qarab qo'ysam, bu qo'rg'olarning tut barini bir jidar polniy har bir liniyadan bor bu yerda inshaalloh. Qo'zlar elita qo'zlar buyursa, bu yerda Narbudan, Melbruk va qanday? Великолепный da bor. 80 Chiqilsa qo'rg'olardan borda nimaga? Quloq boshlari, kastyaklari. Aka, bu hozir necha bosh bor batda? Bu yerda 14 bosh bor. 14 bosh bor. Hozirgi kunda 14 bosh, еще 2 bosh yo'lda kelyapti. Biri Melburg'dan Premoy qizi, biri janob futbolist kim edi, Murat aka? Karabilov. O'sha bir futbolistning Niyazov dedi. O'shaning qorosidan kelgan bir qo'zi keltadi yo'lda. O'shandan 16 bosh. Alloh barakasini bersin aka, chorvangizga. Mana qo'zi qo'chqori go'zal ekan, mashallah deb qo'yinglar do'stlar. Frankelekda. Mashallah. Mashallah, mashallah. Nurmat aka, bu qaysi qo'chqor bo'ladi? Bu qo'chqor Abdulla Sharipovning qorosidan chiqqan. Bu qo'chqor Xalifning Premoy balasi. Buni men Jomart Baykadan olgan, koordinator, Jalolobod shahrining koordinatori. O'shandan почти podarka deb esepteskim bo'ladi. Mashallah. Xalifning Premoy balasi. Premoy balasi. Parametri qanaqa buni aka? Parametr metr. Bu qo'chqor Abdulla Sharipovning qorosidan chiqqan. Abdulla Sharipovning Xalif degan qo'chqorining Premoy balasi. Buni men Jomart Baykadan olgan. Jomart Bayka bu qo'chqorni qo'zilig'ida Abdulla Sharipovdan olgan ekan. Parametri podmetr, bo'yi 98, quloq 20 plus. Quloq 20 plus, ha? Razrez dakansi da patalka deydi. Yaxshi razrez, mashallah. Ko'z tegmas. Aka, boshlaganingizga necha yil bo'lyapti mana xudo xolasa sondan sifatga o'tganingizga? İnşallah men boshlaganima ровно 9 oy bo'ldi. 9 oy bo'ldi. 9 oy. 9 oyda lekin natija zo'r, ha? O'zim men Buruntadan qo'ydi qilib kelgan. Arashanni boshlaganga jarasha sovetim bu elitadan boshlayverish kerak ekan. Rezultatga tez o'tib ketsin.
Birinchi, ikkinchi klassdan деле баштаса болот. Бирок убакыт чозулуп кетет экен. Көп убакыт талап кылат экен. А элитадан алсаң, бул элита результатка сразу чыгат экенсиң. Ошо жаңы баштагандарыма ошол сунуш. Qaysi sizni birinchi qo'chqoringiz bo'ldi, olgan qo'chqoringiz? Менин биринчи кочкорум алганым Халиф 2 болду. Кличкасын Халиф 2 деп койдум. Жомарт акеден алгам. Жомарт аке Абдулла Шариповтан алган экен козу мезгилинде. Ikkinchi qo'chqoringiz hozirgi Blandindan berasi. Blandинин небересинин экинчи кочкорум. U sir bo'lmasa qanchaga olgansiz, yo sirmi bu? Аны ачык эле айтып коем. Портердин үстүнө $10,000 кошуп бергем. Портерди мен $15,000 балагам. Общий сумма $25,000 алгам. $25,000 AQSh dollarga bo'lgan. Bu yoqqa necha pul ketdi mashina yig'gan hozirgi mashq o'ziladi? Общий эсепке бүгүнкү күндө, азыркы күндө эсептесем $68,000 полный ушул 14 баш кой, и жолдо 2 кой, 2 кочкор менен $68,000 sarfladingiz. киргиздим. Alloh barakasini bersin, mashallah deb qo'yamiz. Hozir bu yoqda 3 ta liniya bor dedingiz, hali gaplashganimizda adashmasam. Бул жерде 80'nin çevrelери линия 80 бар, красавчик бар, великолепныйдан 2 бар, Нарбудан бар, Мельбург келтат жолдо. 9 линия бар да азыр. Hozir bular necha oylik? Булар азыр эң кичинеси 6 айдан баштап 12 айлыкка чейин. Haligi gap rost ekanda aka, hozir mana elitani ichiga hali qorani qo'shib qo'ysa, ko'zi chachib yoradi, kirgan odam ko'zi shu qoraga tushadi degan, ko'z tegmay turadi degan gap rost ekanda, shunga qora qo'shib qo'yibsiz-da sizmi? Qara qo'shib qo'ydim. Ошол qarani Yusufbek degan do'stimdan olib Ataydan qo'shib. Atayin qo'shib qo'ydim. Ha, mashallah. Biz ham qoraga shunaqa qoralar qo'shib qo'yamiz-da, aka, bo'lmasa ajrab ko'zga tashlanib qoladi-da bular go'zal narsalar, mashallah. Hammani qo'rasida mana shunaqa go'zal narsalar bo'lsin-a, Nurmat aka. Inshaalloh. Alloh barakasini bersin Chorvezga. Kelajakda mana bozor qo'rg'on ham mana rivojlanib, yaxshi urinlarga chiqyapti. Ko'rib xursand bo'lyapmiz. Bu ortida mana biz ustozimiz Murodjon akam turibdilar. Alloh rozi bo'lsin. Hammaga shunaqa motivatsiyalarni berib, to'g'ri seleksiya qilish hammaga nasib qilsin aka. Aldanib qolmasdan yaxshi narsani olib, sondan sifatga o'tib, hali aytadi-yu, Arasham bu oddiygina paroda emas. Arasham bu yuqori sifat darajasi deydi-yu, shunaqa bo'lishi kerak aka. Ооба. Men sizin aytgan бүт sözünüzü qo'shilam. Dağın bir жолу belgilep keteyim. Bul qo'chqordu men özüm üçün algan jokмун. Именно özüm üçün emas. Bul именно Жалабат jamoatining nimesini aldım, kelechegini inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin aka. Hammaga ham emas. Men endi bitta narsani tushundim. Nurmat aka, bu именно bitta o'zim uchun deganingiz, bu hammani o'yladingiz-da siz hozir. Hammani o'ylab, hammaga shunaqa narsalar nasib qilsin deb oldingiz buni yaxshi niyatlar bilan, aka. Menda bari eldan bo'lsin deydi. Alloh rozi bo'lsin. Mana shunaqa insonlar ko'paysin. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hatto kamchiliklarimizga rozi bo'lasizlar. Sizlar bilan Muhammad Ali Nurmat Bay akamizni qo'ralarida bozor qo'rg'ondan bo'ldi reportaj. Xush kelibsiz aka.